tinimsiz harakat qilsang erishasan. Bizada abituriyentlikda shunaqa odat bor edi, Nekuskolda. O'sha Peshko'dan Bahodir Naqshband ziyoratgohiga piyoda borardik. Bir kuni kechki soat 6larda yo'lga chiqdikda, taxminan 50 kilometr piyoda. Soat 10-11 bo'lgandan keyin shunaqangi kuchli yomg'ir yog'di. Hamma joy suv, oyog'im og'rishni boshladi. Lekin Buxoroda tushunyapsizmi, yarim kechasi fanar yerda qop-qorong'i, ichimdan o'tayotgan yagona narsa, agar shu yerda to'xtasam tamom qoldim deb o'ylayapman-da. Chunki nima qilaman? Telefonim yo'q, boshqa hech narsam yo'q. Yarim kechasi ketyapman. Yo'l tugamaydi-da. Ertalab soat 4. Daraxtlardagi qanaqadir tut, qanaqadir kichkina mevalar ko'rinishni boshladi. Qishloq joyi sekin voy deyman, yaqinlashyapmiz shekilli. O'sha mevachalardan olib yeyishni boshlayapman, lekin kechasi bilan yomg'ir yoqqan oyog'im zada bo'lib ketganda, unaqa vannada 7 soat tasavvur qiling, oyog'ingizni ushlagansizda, o'sha ishqalanyapti-da. Og'riqda. Ichimdan nimalar o'tmadi-da o'sha payt. Qanday to'xtay olmaysizda. Ko'chak yomg'ir. Shunday uzoqdan Bahodir Naqshband gumbazi ko'rindi. Chiroyli gumbaz. O'shanda tushundim. Harakat qilsang, istalgan natijagacha erishar ekansan.